Xona tayyormi? Bemorni o'zim taklif qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nariga. Bo'ldi, keling. Darslar turursan, Ha, bemalol turibsiz. Ha, keling, o'tiring. Bismillah. Tak, karislar bor. Oxirdagi tishingizda ayniqsa. Boshlang'ich karislar bor, testuni karis deyiladi. Bu tarafda ham juda chuqur karis bor. Og'riyotgan chingiz mana bu ekan. Sizga ko'rsataman, fotoprotokol qilamiz. Hop, bizga buning uchun bunaqa zerklar kerak bo'ladi va fotoapparat. O'shatdim. Top. Aniq diagnoz qo'yishimiz uchun menga 3D rentgen kerak bo'ladi. Hozir rentgen qilamiz, keyin to'liq konsultatsiyani amalga oshiramiz. Hop, qilishdimi rentgen? Ha, qilishdi. Hop, bu siz rentgeningiz mana. Mana bu rasmlaringiz. Gigiyena yaxshi emas, birinchi navbatda karislar bor, bu yerda ham karislar bor va milklaringizda qizarish bor. Bu hammasi gigiyenadan. Yaxshi professional chizga qilinsa, hammasi ketadi. Именно o'sha chizni o'zini 3D rentgenda. Ular shu logosi bor, xudo xolasa. Gigiyenistga yozib qo'yamiz birinchi navbatda. Keyin Yozdirib kelaman unda. Salomat bo'ling, yaxshi bo'ling. Barchaga rahmat.